Rossiyaning neft zavodlari yana Ukraina dronlari nishoniga aylandi. Eron Iordaniyadagi AQSh harbiy bazasiga zarba berdi. Ukraina xalqi tashqaridan beriladigan maslahatlarga muhtoj emas – Aliyev. Rossiyaning neft zavodlari yana Ukraina dronlari nishoniga aylandi. Ukraina harbiylari Rossiyaning Boshqirdiston Respublikasi va Krasnodar o'lkasidagi neftni qayta ishlash zavodlariga dronlar bilan hujum qildi. Bu haqda Meduza xabar berdi. Qayd etilishicha, Boshqirdistonning Salavat shahrida Rossiyaning eng yirik neftni qayta ishlash va neft-kimyo majmualaridan biri Gazprom Neftekhim Salavat hujum ostida qolgan. Shuningdek, dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Salavat shahridagi Rosneft oft neft bazasida ham yong'in chiqqan. Boshqirdiston rahbari Radiy Xabirov respublikaga dronlar hujumi uyushtirilganini tasdiqlagan. Bir nechta tutun o'choqlari mavjud va hodisa oqibatida odamlar jabrlanmagan deb yozgan u Telegram kanalida. Krasnodar o'lkasida esa dronlar hujumi oqibatida Afipskiy neftni qayta ishlash zavodi hududlarida yong'in chiqqan. Dastlab mahalliy aholi rezervuarlar yaqinida olov ko'ringani haqida xabar bergan. Keyinchalik Kuban operativ shtabi korxonada dron hujumi oqibatida yong'in sodir bo'lganini tasdiqlagan. Mintaqaviy tezkor shtab ma'lumotiga ko'ra, Afipskiy posyolkasi, Smolenskaya stansiyasi va Kovalenko g'utoridagi 16 ta manzilga dron bo'laklari qulagan. Oqibatda bir nechta turar joy binolarining tomlari va fasadlari shikastlangan, bir kishi jarohat olgan. Eron Iordaniyadagi AQSh harbiy bazasiga zarba berdi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Iordaniyadagi AQSh harbiy havo bazasi Eronning ballistik raketalari bilan nishonga olinganini ma'lum qildi hamda Iordaniya aholisini mamlakatdagi Amerika harbiy bazalarini tugatishga chaqirdi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bu haqdagi bayonotini Fars News agentligida e'lon qildi. Biz sizlarning mamlakatingizga nisbatan hech qanday adovatimiz yo'qligini yaxshi bilasiz. Aksincha, Falastin xalqi va zulmini boshqa har qanday millatdan yaxshiroq tushunadigan oliyjanob xalq sifatida sizlarni yaxshi ko'ramiz, deyilgan xabarda. Iordaniya qurolli kuchlari esa mamlakat havo hududiga Eron tomonidan uchirilgan 4 ta raketa kirgani va ular yo'q qilinganini ma'lum qilgan. Shu kuni AQSh markaziy qo'mondonligi prezident Donald Tramp ko'rsatmasiga binoan boshlangan Eronga qarshi navbatdagi zarbalar to'lqini yakunlanganini bildirgan. 5 soat davom etgan mazkur hujumlar Tramp Eron kemalariga qarshi dengiz blokadasini qat'iy joriy qilgan hamda Hormuz bo'g'ozi orqali o'tayotgan barcha yuklar uchun 20% to'lov joriy etish taklifini ilgari surganidan keyin Eronga qarshi 3-chi ketma-ket tungi hujum bo'ldi. Eron qurolli kuchlari birlashgan qo'mondonligi AQShning mazkur suv yo'lining kelajagini belgilashga hech qanday haqqi yo'qligini bildirdi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi X ijtimoiy tarmog'ida Tehron Hormuz bo'g'ozining haqiqiy qo'riqchisi bo'lib qolishini ta'kidlab, 20% albatta, juda ko'p, biz adolatli bo'lamiz deb yozgan. Ukraina xalqi tashqaridan beriladigan maslahatlarga muhtoj emas – Aliyev. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Shusha global media forumi doirasida ukrainalik jurnalist Dmitriy Gorodonning savoliga javoban Ukraina xalqi hech qachon istiloga rozi bo'lmasligi kerakligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina xalqi va rahbariyati hududiy yaxlitlik masalasida tashqaridan beriladigan maslahatlarga muhtoj emas hamda Kiyev aynan shunday qat'iy pozitsiyada turibdi. Aliyev Ozarbayjonning Qorabog' mojarosidagi tajribasini misol qilib, mamlakati xalqaro bosimlarga qaramay hududiy yon berishga rozi bo'lmaganini eslatdi. U ikkinchi Qorabog' urushi vaqtida ham hujumni to'xtatish bo'yicha kuchli bosim va tahdidlar bo'lganini qayd etdi. Nutqi yakunida Ozarbayjon prezidenti mamlakati Ukrainaning hududiy yaxlitligini izchil qo'llab-quvvatlashda davom etishini bildirdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Xayr salomat bo'ling.